Hayırlı kişiler, hayırlı kişi muhterem tomoshabinlar. Aydagi zara bu yerda jilolashim, men ruxsat etsangiz bir jumla bilan anlatayım alamada. So'nggi vaqtda ozgina shaqqalan she'rlab ketdim, tovushdan qattiq seziladi, lekin Zufar obini qutlarga kelolmishimni bildira olmadim. Shuning uchun biz söylashdik, mana hozir sizning qarshingizda boshqa rashak jirimiz. Uning tarixi shunday qiziqqina. Bu jurnalistlarga tegishli edim men, biz ana hozirgina o'yladik. Birsinde bir qatı ko'ngil to'lgan vaqtda men Zufar obiga kengash so'rab shaltiratgachdim. Zufar obi bilan menimda ko'nglimning naq shunday vaqtda betilsiya deb mana shu she'rni taqdim etgani. Ashwan masangiz bilan shin ko'ngildan shu she'rni yig'lab qaraygali. Bugun ekspromtum nishib bor shuay. Yalnız. Ağlayım deme, ağlamaysan hali. Düzde deme, düzer şaram yok. Öz kalemle, özün gene bilen. Andalarga gına şaram yok. Öz kalemle